Bu beauty blogeri aytishi bo'yicha pudraga tonalniy kremimizni qo'shib aralashtirib yuzimizga sursak, yuzimizda matoviy effekt paydo bo'lar ekan. Keling, sizlar bilan buni birga sinab ko'ramiz. Endi o'zimiz ishlatadigan xohlagan tonalniyni olib 2 marta qo'shib olamiz. Endi bu massani yaxshilab aralashtirib yuzimizga surib olamiz. Endi buni yaxshilab nam sponj yordamida yedirib chiqamiz. Endi toza vatning diskni olib, bu loyihani sizlar bilan birga tekshirib ko'ramiz. Vau, qizlar, bu narsa rostdan ham ishlar ekan, qaranglar. Vatning diski umuman yuqmadi. Lifehakim foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lib qolgan hammaga rahmat.